Buxoro davlat pedagogika instituti aniq va tabiiy fanlar fakulteti 1-1 bio 21 guruh talabasi Niyoz va Shahnozaning biologik, kimyo va molekulyar biologiya fanidan polipeptid zanjirlarning alfa va beta strukturasi mavzusidan tayyorlagan taqdimot ishi. Oqsilning ikkilamchi strukturasi bu oqsillarning asosiy zanjir aminokislotalar qoldiqlarining funksional guruhlarini o'zaro ta'siri natijasida hosil bo'ladigan konformatsion tuzilishi. Asosan oqsillarning ikkilamchi strukturasi vodorod bog' orqali paydo bo'ladi. Oqsillarning regular ikkilamchi strukturalarga spirallar va alfa-beta qavatlar kiradi. Spirallar tuzilishi bo'yicha har xil bo'lishi mumkin. Ko'pincha spiralli strukturalar vodorod bog'lar orqali stabillashadi. Oqsillarda uchraydigan spiral strukturalarga quyidagilar kiradi. Alfa spiral oqsillarda eng uchraydigan ikkilamchi struktura spirallarning to'liq bir aylanishining uzunligi 0,4 nanometr. Shu masofa ichiga 3,6 aminokislotalar qoldig'i sig'adi. Bir aminokislota qoldig'i uzunligi A spiral alfa-beta spiralda 0,15 nanometr tashkil etadi. Alfa spiral har 4 aminokislotalar qoldiqlarini o'rtasidagi hosil bo'ladigan vodorod bog'lari bilan stabil holatga keladi. Ilk bora Linus Pauling tomonidan kashf etilgan. Beta qavatlar bir-biridan uzoq bo'lgan 0,347 nanometr har xil peptid zanjirlarning aminokislotalar qoldiqlari orasida hosil bo'ladigan vodorod bog'lar bilan paydo bo'ladigan oqsilning ikkilamchi strukturasi. Beta qavatlar parallel va antiparallel bo'lishlari mumkin. Beta qavatlar tarkibida glitsin va alanin aminokislotalar soni ko'p. Oqsil molekulasida aminokislotalarning birin-ketin kelish tartibi oqsilning birlamchi strukturasi deyiladi. Bu tartibi nasliy bo'lib, avloddan avlodga o'tadi. Birlamchi struktura oqsil molekulasining sodda tuzilish darajasi hisoblanadi. Unga bir aminokislotaning alfa amino guruhi bilan ikkinchi aminokislotaning alfa karboksil guruhi o'rtasidagi kovalent peptid bog' yuqori darajada mustahkamlik beradi. Kovalent bog'larga disulfid bog'lari polipeptid zanjirining turli qismlarida joylashgan sistinning yon radikallari o'rtasidagi bog'lar. Izopeptid yoki psevdopeptid alfa amino guruhining emas, balki lizin, arginning yon radikallaridagi amino guruhlar bilan aminokislotalarning alfa karboksil guruhi emas, balki aminolimon kislotaning yon radikallardagi guruhlar o'rtasida hosil bo'ladigan peptid bog'lari. Efir bog'lari dikarbon aminokislotalar asparagin, glutamin kislotalarining guruhi bilan. Qutbli bog'lar vodorod bog'lari bir aminokislotaning yon radikallarining Sh yoki OH aminokislotalarining karboksil guruhi o'rtasida hosil bo'ladi. Ion yoki elektrostatik bog'lar lizin, arginin, kistinin kabi aminokislotalarning yon radikallarining va asparagin, glutamin kislotaning zaryadlangan guruhlari orasida yuzaga keladi. Oqsillar, proteinlar hamma tirik mavjudotlar tarkibiga kiradigan murakkab azot tutuvchi organik moddalar. Oqsillar tirik materiyaning tuzilishida, shuningdek, uning hayot faoliyatida muhim ahamiyatga ega. Hujayra tarkibida bir necha ming xil oqsillar mavjud bo'lib, ularning har biri ma'lum bir vazifani bajaradi. Shuning uchun ular proteinlar, yunoncha protos, birinchi eng muhim deb ataladi. Oqsillar hujayra quruq vaznining 4dan 3 qismini tashkil etadi. Uglerod 50-54%, kislorod 21-23%, vodorod 6,5-7,3%, azot 15-17%, oltin gugurt 0,5%, oqsillar mushak, o'pka, taloq, buyrak, quruq massanesining 70-80%, odam tana vazni
quruq massasining 45% tashkil etadi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.